Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 2025-yilda Windows 7 ni ISO faylini qanday qilib yuklashni o'rganamiz. Qani ketdik. Buning uchun Google Chrome'ga kirib, pos.click deb yozamiz. Va kiradi. Bu yerdan Windows ni tanlaymiz. Bu yerda mana shunday oyna chiqadi. Windows 7 yo'q. Ikkinchisini tanlaymiz va bu yerdan Windows 7 ni tanlaymiz. Mana buni ezamiz. Xohlagan versiyamizni tanlaymiz. Tilini tanlaymiz. Men uchun rus tili qulay. 32 bitmi, 64 bitmi? 64 bitni tanlaymiz. Va bu yerda chiqadi va mana shuni ezamiz. Shu bilan ISO fayl ko'chiriladi. U flashga solmasdan ham ko'chirish mumkin. Bilasizlar, Windows 7 ni 2021-yildan Microsoft sayti qo'llab-quvvatlamagan. Qo'llab-quvvatlashni to'xtatgan.